Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Barcha maqtov Alloh taolaga, ham türibizdan chiqqan salovat shariflarda Payg'ambar ahlul baytini ruhuna baro erishsaydi, biz arab tili darslarini davom etamiz. Ham o'tgan darsda birinchi darsga kirib birinchi ulushini olgan edik, shulay deb 9 yangi so'z bilan tanıştık. Ama o sözün indi yartısın desek de yalgış bulmaz. Biz Tatarlar bilemiz. Elhamdülillah hem bir nişegine bir 5 sözgüne bizge yatlarga gerek. Şolay bit. Bugünkü dersimizde şu birinci dersinin ikinci ülüşünde kitapını açsak, qaysı kitap bilen okuyubuz deydik hali? Köp gene meşit medreselerde okutatırgan şu kitap bilen Huzur Neşriyatının kitabından okuyubuz deyik. Şolay bit. Hem 4-nji bitinden, şolay bit 4-nji bitinden şu dersini alacakbız biz. Biz hazır o'tgan darsdagi so'zlar bilan ham ko'rsatuv almashlig'i hada uказательным местоимением bilan şolay bit so'rov bererga ham shu so'rovga javob bererga öğreniriz. Neçe arab tilinde odigina so'rargasin. Nerse bu? Bu nerse? Neçe gitip? Ma dip. Ma. Ma. Hada. Nerse bu? Bu. Nasıl yine nerse? Şolay bit. Bu nerse? Nerse bu? Ham cevap beramiz endi. Nerse deb. Masalan, so'rayman mana buning turunda. Ma hada? Nerse bu? Biz nechik demak javob beramiz? Hada qalamun yoki hada qalam. So'rov berdik. Nechik etib? Ma hada? Nerse bu? Nechik etib javob beramiz? Hada qalam. Bu qalam. Yoza turgani bir. Shulay bit. Ruchkami, flomastermi, karandashmi? Kitobga qarasak, anda eng birinchi kelib ma hada deb narsa bo'ldi. Hamanda narsa, mana bunda ko'rasiz, suratda shulay hada narsa, ayya baytun. Ma hada? Anlaşılmıyor. Nerse bu? Yurtma bu, meşitme bu, kibitme bu. Ma hada? Nerse bu? Hem ikinci kişi cevap berayindi. Hada bayt. Bu yurt. Kibitte tugul bu. Meşitte tugul. Şolay bit. Bu yurttu. Ma hada? Hada baytti. Mesela ma hada? Ma hada? Nerse bu dey? Aşkış resmi çıktı kurduk. Şolay bit. Demek nechik javob beramiz? Hada miftahun. Hada miftah. Bu aşkış. So'radi, nerse bu? Anlaşılmıyor. Buraya aşkışga alashagan. Boshqa narsaga alashagan. Shunga ko'ra do'stimdan so'ray. Ma hada? Nerse bu? Nechik javob bera? Hada miftah. Bu dey aşkış dey. Yarar, bunisini anladık. Tag'in nechik so'rov berib bo'ladi? Masalan, bilasingda shu shay birning shu qalam ekan. Ammo to'la ishonish bo'lsin uchun shunlab da qalammi bu deb so'rar uchun masalan bu bitinda ruchka pichoq tugilmi deb shulay bitinda yoki boshqa predmetga o'xshagan bo'larga mumkin. Arab tilida bizda da shulay. Shulay bit. Hada baytun? Bu yurtma? Hada baytun? Hada baytun? Bu yurtma? Şiklenemiz. Yurtga da şoğan, kibitke de şoğan, şolay bit endi. So'raymiz. Hada baytun?
Hada bayt, bu yurtmasin bu? Ham javob beramiz. Nechta ketib? Agarda so'rov o'ng'ay ekan, biz aytamiz g'arab tilida na'am, ayya deb. Na'am, ayya. Na'am, hada bayt. Ayya, bu yurt. Agarda endi yo'q, o'ng'ay javob tug'il ekan, shulay bit. La, yo'q deymiz. La, yo'q deymiz. Masalan, la, hada masjid. Yo'q, bu masjid. La, hada masjid. Bu masjid. Demak, unda kitobga da qarasak, qanday narsa degan so'rov beradi. Ma hada? Hada baytun. Hada baytun? Bu yurtmi? Na'am, hada bayt. Ketdik. Anari boramiz. Qaramiz. Anari keldi bizni tam bir so'rov. Ma hada deb yangi so'z bunda keldi. Narsa degan kitobdan qarasak, mana bu narsa yoki mana bu narsa qamis, ko'lmak. Ma hada? Ma hada dey. Ma hada? Nechta javob beray? Hada qamisun. Qamisun. Bu ko'lmakdir. Qamis, ko'lmak. Demak, qamisni bizga yangi so'z yoqlarga kerak. Bu qamis, ko'lmak. Shundan so'ng tag'in so'rov bera bilan. Ahada. Ahada. Narsa deganida kitobga qaraygali. 4-betda Ahada sarir abu. Kravatmi? Ahada sarirun. Abu kravatmi? Ahada sarir. Mana bu qarag'azali bunda. Bu narsa. Abu kravatmi? Ahada sarir. Ham narsa degan javob keladi. La dey. La, yo'q. Nechta kravat bo'lsin? Bu narsa dey. Hada. Hada. Narsa? Mana bu qarag'azamda narsa bu? Hayy, kursi. Kursiyun. Shulay bit. Kursiyun. Kursi narsa bo'ldi hali? O'tira turgan. O'rindiq. Shulay bit. Ahada sarir. Bu kravatmi dey? La, yo'q. Bu o'rindiq. La, hada kursiyun. Hada kursi. Shundan so'ng kitobda kela narsa deganda ahada qalam. Bu qalammi dey yoza turgan. Narsa dey kitobda la, yo'q. Hada narsa durust. Miftah. Bu ochqich. Ham yangi so'z kela. Ma hada narsa bu dey. Yozibda ko'rsatdik alani. So'rov bera. Ma hada narsa bu dey. Unda nechik yozilgan javob? Hada najmun. Unda motorg'ina rasm qo'yganman. Shulay bit. Najm. Najm narsa ol bizdan? Mana unda jimildi bit. Narsa ol? Ko'klarda jimildi shulay bit. Hayy, yulduz. Najm yulduz bo'la. Bu yulduzdir. Bu darsda biz tanishdik narsalar bilan so'rov bergan. Ma narsa ham shulay bit. Alifni qo'yib. Ma hada narsa bu.
Ham ahada abu. Serir bu. Kravat mı? Abu. Kitap mı? Ahada kitap. Ham bir narsani bilmasak nechuk so'raymiz? Ma hada narsa bo'ladi. Amma bilib, amma shiklanamiz ekan nechuk so'raymiz? Bilan shulay bit. Ahada qalam. Ahada miftah. Ahada masjid. Demak, arab tilida bugungi darsda biz o'rgandik. Ma shulay bit. Narsa bu? Ham alif. Narsa. Shulay bit endi. Ham Bitinisida hada bilan siralashilay bit. Hada. Ma hada? Narsa bu? Ahada abu. Shu shay birmi? Kelasi darsda biz kitobda mana 5-bitda kela turgan ko'niklarni ishlarmiz. Bugungi darsda endi biz tanishdik shu so'rov beru bilan. Alloh subhanahu taolo shu jinglaytsin shu yangi so'zlarni, ham shu arab tilini o'rganishni bizga jinglaytsin deydi. Subhanakalloh bihamdik va ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.